Assalomu alaykum, gruppamiz a'zolari. Navbatdagi granulatorimiz tayyor bo'ldi. Buxoroga ketyapti. 220 ga ishlaydi xonadonga. Mana. Xo'p, bunimiz soatiga 50, 60, 70 kilo soatiga chiqaradi. Endi tashlayotgan mahsulotingizga qarab, donli mahsulot bo'lsa ko'proq chiqaradi. Ichida hashega bo'lsa, ozgina kamroq chiqaradi. Eng kami ham 60-70 kilo soatiga chiqaradi. Hop, motorga keladigan bo'lsa 8 kilovatli tur yozuvi 8 kilovat bo'ladi, lekin o'zi 4 kilovatli, yangi motor, alumin. Bu granulatorimiz universal, hashe va donli mahsulotlarni probka qilib chiqaradi. Hop, hozirda teshigi 6 li razmerda chiqyapti. Mana 6 li bu o'sha universal, qo'y, mol, katta tovuqlarga, baliq, tuyaqush, quyon, shunaqa hayvonlarga bemalol bersa bo'ladigan universal granulatorimiz. Roliga aylanadigandan. O'tgan safargi videoni ko'rgan bo'lsalaring, donli mahsulotni aksiya qilib bergandik. Endi hozir universal drabilkani aksiya qilyapmiz. Bunimiz misli motor. O'zini, universalni o'zini olaman desalar, narxi 2.400.000 so'm, dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Katta motor, 6,5 kilovatli yozilgan. 3 xil setkasi bo'ladi. Hamma listlar yangi listdan yasalgan. Granulator bilan qo'shib oladigan bo'lsalar 2 million so'm qilib beramiz. O'zi 2.400.000, granulator bilan bo'lsa 2 million so'm bo'ladi. Granulatorimizning narxi 6 million so'm. Shu ikkovini olinadigan bo'lsa 8 million so'm bo'ladi. 400.000 so'm aksiya qilib o'tkazyapmiz. Xudo xolasa bu aksiyalarimiz davomiy bo'ladi. To'xtatib qo'ymaymiz. Hali bitta ikkita drabilkani shunaqa qilib turib bo'ldi to'xtadi demaymiz. Xudo xolasa doimiy bo'ladi. Faqat granulator olganlarga buni 2 million so'm qilib beramiz. Universal. Mana endi hozir klientimiz nima chiqarishar ekan? Quyonga yem chiqarishar ekan. Mana 50% hasha, 50% donli mahsulot. Bu yerda endi qurigan hashagan bor. Endi bu yerda ko'rinyaptimi? Mana qurigan moshni pressdan chiqarib, nimasidan drabilkadan chiqarib yubordik. Endi ko'rinishi uchun bunaqangi zangor bedani ham qo'shdik. Yantaq, beda emas, yantaq qo'shdik. 50% donli mahsulot, 50% hasha. Hozir bir chiqarib ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Ishlatishdan oldin ozgina sovolinadi. Ko'p bas, ozgina o'sha matrisa, temirlar bir-biriga ezilmasligi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Xudo xolasa yaxshi. Bemalol to'ldirib qo'yilaveradi. Mana. Mana sekin o'zi issiq chiqishni boshladi. Ilmiloq bo'lib, sekin qo'lni kuydiradigan bo'lib chiqyapti. Xudo xolasa pressi ham yaxshi. Mana silliq. Xudo xolasa juda chiroyli.
elementlar bilan jihozlangan. 220 ga ishlayapti mana. Mana xudo xolasa hammasini chiqarib bo'ldi. Hozir ozgina qoldi. Mana o'sha tugadi mana, chiqarmay ham qo'yildi. Mana xudo xolasa juda chiroyli qilib chiqardi. Mana 6 razmerda. Buni mana aytida ichida pichog'i bo'ladi. Pichog'ini tepaga pastga tushirsiz, buni granulalar tepaga chiqarsangiz, sal kichikroq mayda-mayda qilib, katta tovuqlar yeydigan qilib chiqaradi. Pastga tushirsangiz, sal uzunroq qilib chiqaraveradi. Klientimiz oldin bu universal drabilkadan olishgandi. O'shaning uchun endi olishmadi, faqat granulatorda o'zini olishdi. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar. Telefon raqamlarimiz. Kelasini olsalar ancha arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.